chet el emas, Maldiv emas, bu Toshkent. Aniqroq qilib aytganda, Toshkentdagi eng katta plyaj, Orzular sohili. Atmosferani go'zalligini qarang. Oyoqqa yoqimli oppoq qum, top-toza suv, estetik soyabonlar, lejaklar. Xullas, bu yoqda yursangiz, xuddi chet elda yurgandek bo'lasiz. Ishoning, bu yoqqa kelsangiz, telefoningiz galereyasi ham to'lib ketadi. Eng qizig'i, hozir Chilla festival haftaligi boshlandi. Ya'ni 1-iyundan 7-iyungacha har kuni soat 12 dan boshlab ajoyib shou dasturlari bo'lib o'tar ekan. Tufakchalar shousi, animatorlar bilan estafeta va qiziqarli o'yinlar, kimyo shousi, sovg'ali konkurslar va albatta hammaning sevimlisi bo'lgan pena shou. Bolalar kanikulga ham chiqdi. Ularni shu yerga tezda olib kelish kerak. Agar o'zingiz bilan sochiq va maxsus kiyimlar olib kelmagan bo'lsangiz, muammo yo'q. Bu yerda hammasi bor. Qorninglar ochib qolsa, plyajning o'zida food zonasi ham bor. Hamma sevib iste'mol qiladigan fast foodlar va yaxni ichimliklarga ham tanlov ko'p. Orzular sohili Yangi O'zbekiston bog'i hududida joylashgan bo'lib, har kuni ishlaydi. Kirish dushanbadan payshanbagacha kattalar uchun 160 ming so'm, bolalar uchun esa 120 ming. Bu narx 4 soat uchun. Ichida sochiq lijaklari ham kiradi. Juma, shanba, yakshanba kuni esa narx biroz o'zgaradi. 200 mingga 160 ming. Bu videoni yaxshi joyda cho'milib dam olishni xohlaydigan yaqinlarga jo'natib qo'yamiz.